Dua eyley, dua eyley, ey yaratgan Parvardigar. Paspardan mana hozir bir parda tushirdim. Bir parda tushirdim. Mana qara. Altini shuhratga qo'yib berasan. Dua eyley, ey yaratgan Parvardigar. İki dünya yorug' qilsin yuzlarimni. Ta hayatman aytadurman takror takror. Min o'g'ilga alishmayman qizlarimni. Min o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Dua eyley, ey yaratgan Parvardigar. Dua eyley yaratgan Parvardigar. İki dünya yorug' qilsin yuzlarimni. Ta hayatman aytadurman takror takror. Min o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Ta hayatman aytadurman takror takror. Min o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Taqdir meni so'qmag'imdan yo'l ochsa ham. Har bir bosgan qadamimdan gul sochsa ham. Taqdir meni so'qmag'imdan yo'l ochsa ham. Har bir bosgan qadamimdan gul sochsa ham. Boshlarimda har kun tillolar sochsa ham. Min o'g'ilga alishmayman qizlarimni. Boshlarimdan kunda dollar pul sochsa ham. Min o'g'ilga alishmasman qizlarimni. Yarashadi sochimdagi qirovlarim. Yarashadi sochimdagi qirovlarim. So'nmagan hech yurakdagi olovlarim. Yaxshi bo'lsak o'g'il bo'lar kuyovlarim. Min o'g'ilga alishmayman qizlarimni. Ay yaxshi bo'lsak o'g'il bo'lar kuyovlarim. Min o'g'ilga alishmayman qizlarimni. Ustamga bir qarsak uzoqqa. Ustam obro'yini bersin bizga. Ustozni yo'lini bersin. Sizlar o'rmonlarda ta'minlab o'tirish menga nasib sizlar. Sabr qildim, ojiz
hisob shukr. Allohning bergan ne'mati hech qachon nolimaymiz. Men ustozimdan o'rganganman. Ustozimdan hech qachon nolima deganlar. Men 3-mi, 4-qizim bo'lgan vaqtda ustozning uyiga borganman. Shunda aytganlar, qiz bola mehribon, bezor. Hech qachon nolima. Biron marta aytmaganman, yangangga sen o'g'il tug'yapsan deb. Biron marta degan. Hech hali katta bo'lsa ko'rasan, bularni har bittasi bir dunyo bo'ladi degan. Ustozimda 5 ta, menda 5 ta qiz. Alhamdulillah robbil alamin. Chorimayimda 9 ta qiz bor. O'g'il, bu kishiga qarsanglar. Gap bilish bilmas. Agar jannat o'zi 7 eshigi bo'lsa, do'zaxni ham 7 ta. 7 ta. Lekin siz duvoyni zapaskasi bilan qilib qo'ygansiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Mana shu qaranglar, mana bu haqiqatda ozgina bo'lsa ham fikr yuritsak, bekzodni bekzod qiyib bo'lib yurishi bilishingizga emas. Alloh berib sinidi, ne'matiga shukr qilgani uchun mana bugungi sizlarni ardoqlaringizda, sizlarning hurmatlaringizda va qolaversa ijod bu ilohiy keladi Allohdan. Yangi qo'shiqlar tinmayapti. Har kun kerak bo'lsa yangi qo'shiq chiqaryapti. Mana bu yoqda Shuhrat janob xuddi shunday mana Qashqadaryoning hozir ikkovi yuzi bo'lib